Keyin esa Alloh aytadi: "Va ayollaringiz bilan ham." Aytgancha, agar jannatda o'z ayolingizni uchratsangiz, bu uchrashuv dunyodagi uchrashuvingizga o'xshagan bo'lmaydi. Shuning uchun depressiyaga tushmang. Yo'q, men jannatda ham ayolimni uchratamanmi? Men u yerda hurlarni uchrataman deb o'ylagan edim. Yo'q, men qarshi emasman, lekin yo'q, bunday bo'lmaydi. Har qanday xafagarchiliklar, kelishmovchilik juftlaringizda sizni behuzur qilgan hamma narsa yo'qoladi. Biz ayollarimizni yaxshi ko'ramiz, lekin ulardagi ba'zi narsalari bizga ma'qul kelmaydi va bu tez-tez kelishmovchiliklarga olib keladi. Lekin Alloh bizni o'zaro har qanday salbiy hissiyotlardan xalos qiladi. Sizning orangizda qoladigan yagona narsa bu sevgi, mehr, hurmat. Va siz jannatda ayolingizni ko'rganingizda hayratlanib qolasiz. Wow, nega dunyoda bunday emas eding? Chunki bu jannat. Bu yerda hamma narsa boshqacha. Dunyoda bunday muhabbat faqatgina nikohdan bir hafta davomida bo'lishi mumkin. Undan keyin esa o'zingiz bilasiz nima bo'lishini.